Go'dak nolasi. Bir bolakay kirdi masjidga. O'zi edi juda ham xomush. Masjid ahli undan so'rdilar: "Bolajonim, keldingmi yumush?" Shunda bola chuqur xo'rsindi. Ko'zlariga biroz olib yosh va bolakay javoban dedi: "Allohimdan bor edi so'rash. Ayting bobo, ayting amaki, Xudo meni eshitadimi? Bu yerda kim aylasa tilak, shu tilakka yetishadimi?" dedilar. "Ayt, ne tilaging bor?" Hayron bo'lib so'z qotdi ular, chin ko'ngildan sof niyat ila so'rasang gar beradi Xudo. Go'dak shunda qarab qiblaga ko'z yoshlarin to'kdi yashirmay, jaji qo'lin ochib duoga bir nimalar der edi tinmay. Shunda ular unga so'z qotdi: "Duoingni eshitsin hamma, sen uchun ham duo qilaylik, o'tinchingni eshitsa zora." Ovozini baralla ochib dedi: "Xudo, ey Xudojonim, duoyimni qabul qil egam, qaytar mening sen onajonim. Onamsiz men qanday yashayman? Yonimda zor yig'laydi ukam, aytgin Xudo nima qilayman? Nahotki bu dunyo bir kam." Murg'ak go'dak zor qaqshab yig'lar, duosini davom qilib der: "Xudojonim, jonginam Xudo, hech bo'lmasa otam qaytib ber. Otam qaytib ber." Masjidga bir tushdi sovuqlik. Hech kim bir so'z kalom deyolmas. Odamlarning vujudi titrar, nechun bilmam, omin deyolmas. Bir on jimib so'ngra yana u bilmam der ular qaytmaydi. "Duolarim qabul qil egam, joylarini jannat etmayli. Lekin erta yana qaytaman, javobingni aytasan menga, jannatingdan joy bersang agar, o'yinchog'im beraman senga." Qo'llarini tortib ominga ko'z yoshlarin artganday bo'ldi. Qo'llarini qo'yib ko'ksiga: "Amakijon, duoyim bo'ldi. Ayting Xudo meni ko'rdimi? Tilagimni eshitgandir-a? Ertaga ham kelsam maylimi? Mendan jahli chiqmagandir-a? Bolajonim, udir rahmdil, duoyingni albatta eshitdi. Inshaalloh ota-onangni joylarini jannatda etdi. Inshaalloh ota-onangni joylarini jannatda etdi."